Barchalarga assalomu alaykum. Akalar, qandaysizlar? Mazzalar yaxshimi, tuzingizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Nima gaplar? Olamda anchadan beri ko'rinmay qoldim. To'g'ri aytibsizlar. Bir qosh qondan kechinglar endi buyog'iga. Qarchi, mana ko'rib turibsizlar, bugungi videomizda mana anglab turganinglardek Samuel Eto'ni почти prime vaqtidagi kartasini sinab ko'ramiz akalar. Охотник за голом stilda kelgan, gol puchur inglizchasiga. Tak, umeniy atakvit qaranglar. Statistikasini ko'rsataman. Umeniy atakvit 95 qaranglar. Wow, dahshat. 91 kontrol, 91 dribling, 87 udерживание мяч, 94 realizatsiya. Endi qaranglar bu yerga. 99 speed, 100 acceleration, 95 sil udar. Nima deyapti bu akalar? 89 balans. Bu vashshi dahshat. O'zida double touch bor. Adinoshi kontroli bor. Udar pavasxadashi, hamma narsasi bor. Keyin eng zo'r special skilllardan bittasi выстрел низом. Wow, nima deyapti bu akalar? Vashshi, короче, qaranglar, выстрел низом hamda anaqa Skardinoning udari, fenomenal finishing. Tak, bunga doполнительный skillga keladigan bo'lsak, dальний udar qo'shish kerak, albatta. Mana shu ko'rsatilgan skilllarni qo'shsanglar, keyin yana ikkita o'zingizlar xohlagan stilda, masalan, dipping shot, rising shot bor ekan. Keyin bir bola udar podiyom degani bor, knuckle shot. O'shani ham qo'shsanglar juda ham ideal bo'ladi. Akalar, mana ko'rib turibsizlar, keyin shu o'rinda men bu yerda ham hozir Xavini ham sinab o'tib ketamiz. Xavini ham statistikasini ko'rsatib o'tib ketaman. 170 boy, 28 yosh, dirijor karta. Qaranglar endi bu yog'ini. Ey, odamlar, kontrol мяч 99, dribling 96, 100 udерживание. Yo'q, 98 passizm, 94 naves. Endi qaranglar, realizatsiyasiga chiqargan endi to'g'ri, endi bu yog'ini to'g'ri tushunamiz. Zashtasini qaranglar, zashtasi ham bor. Bu dirijorda bo'lishi kerak albatta. Tak, tezligiga keladigan bo'lsa, tezligi ham uncha emas. Sal anosidan olib, nima deydi? Tak, aytadigan bo'lsak, kontrollardan olib, zashtasiga tezligiga bersanglar, juda ham ideal o'ynab beradi. Qaranglar, double touch, marshal sulyotga, adinoshi kontrol, hamma narsasi bor akalar buni ham. Qaranglar, trigger attack. Nima bu deydigan bo'lsalaring, qarchi, hujumchilaringlarni, masalan, Xaviga kaptok tushsa, hujumchini anosini nima deydi? Kuchaytirib beradi. Umeniy attacking awareness-ni kuchaytirib beradi. Boya birinchi ko'rdik-ku. Mana masalan, mana bu narsasini 74 turibdi-ku buniki. O'shani 3 taga ko'paytirib beradi. Shunaqa akalar. Ko'rdinglar, uvereni pasni xuddi qo'shib yaxshi. Tak, endi ko'ramiz buni. Biz bitta zapis ketayotganini ko'ramizda, keyin divizionda sinab ko'ramiz akalar, divizion 1da. Hozir ko'ramiz, qani. Let's go unda divizionga. Xo'sh akalar, bizda bir pasda odam topildi. Hozir endi buni biz hozir divizionda sinab ko'ramiz akalar. Sizlar bilan birgalikda albatta. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar hamda kommentariyaga sizlarga qaysi futbolchi tushdi Eden Hazard pakdan, o'shani ham yozib ketinglar. Tak, keyin menda akalar Instagram kanalim bor. O'sha Instagram kanal mana ekranlarda bo'ladi akalar, ekranlarda bo'ladi. Tak, qaranglar, Instagram kanalida juda ham foydali videolar chiqaryapman. Uni ham ko'rib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi akalar. Agar video yoqadigan bo'lsa, albatta podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Instagram kanalimizning linki videoni tagida bo'ladi akalar. Shunaqa akalar. Yoki kommentariyada zakrebit qilib qo'yaman. Shunaqa qaranglar, hozir bizning tarkibimiz bu. Tak, to'g'riladim azgina. Yo'q, raqib tarkibini qaranglar. Yo'q, 3281 ga 3279. Bir xil pashti akalar. Pashti bir xil. Pashti. Shunaqa. Like bosib qo'ydinglarmi akalar? Unda yutamiz. Qaranglar, ko'rdim demayman buni bor, vashshe. Qarochida akalar ko'rasizlar o'yinda hozir biz eng zo'r siniydiganimiz bu yerda anavi. Kim edi? Ismi nima edi? Qorachadan kelgan bola bor edi-yu. Nima edi? Eton siniymiz. Qaranglar, Luis Suarez topga birinchi o'p teginar ekan endi. Mayli. Nana. Eto ketdi, davay. Bermadi ham. O'sraq. Xavini ham orada ko'rib o'tib ketamiz paslarini akalar. Hop. Etoga sразу, mana игра в связке deyiladi buni akalar.
Oppa. Pavel Nedvedni nega qo'ymas ekan bular deymanda. To'roninglar Nedved, o'siraq. Yaqa Maldini, Kellini, hamma inilar o'sha Italiyada. Birinchi zarba! Oho! Eto'dan birinchi gol akalar. Ko'rib turibsizlar, qaranglar. Juda ham ideal o'ynayapti. Eto bo'lganiga ideal o'ynaydi. Top 5 hujumchilardan bittasi Eto bo'lganiga shuda akalar. Hoppa, ketdi. Yo'q, surazi o'ziga qaytar. Yo'q, yugurish, udar. Puh, ashi nima deyapman akalar, vobshe. Akalar qattiq o'ynayapti Eto. E'tibor beringlar uni tezligiga. Qaranglar, Lilian Turamdan tez. Yo'q, vobshe dahshat akalar, shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Pep Guardiola, smart assist bro. What the fuck mazo? Holy shit. Davay. Peter Schmeichel. Kallada ham yaxshi o'ynaydi deb eshitganman Eto'ni, lekin unchalik emas. Hoppa. Yana. Yana, zarba yana. Senga zo'r bo'lding-ku, ko'ryapsizlarmi? Ikkinchi gol urib tashyapti. Nima o'ylayapti akalar? Bu Eto'ni ana eplab bo'lmay qolyapti. Yo'q, vobshe yo'q Eto. Yo'q, Eto'ni. Yoramiz Eto'da, akalar. Eto'ni agar Yesucho oladiganlar bo'lsa, ovoylar. Men Telegram kanalimda bor akalar. Sizlarga coin olib beraman, Android ga ham, iPhone ga ham. O'shaning uchun bemalol, voy mana o'siraq qara. Bemalol yozaverasizlar akalar. Telegram kanalim videoning tagida bo'ladi. Qaranglar. Hoppa. O, Rui Costa ket. Bizda ikkita gol bor o'sha Eto'da. Qaytar. Bitta qaytar. Voy, qaytarmaydimi bu o'siraqlar, nima bala bo'lgan bularga, Odam podam emas-da, ko'ryapsizlarmi? Odam podam emas, zashda bor. Hop, yo'qa. Hop, opa, yo'q, sirasi emas-da, na hayajonlantirmanglar odamni, iltimos endi. Hop, sekin o'ynaymiz. Xaviga umuman kaptok kelmayapti. Nega desalar, umuman kaptok kelmayapti. Opa. Eto, yaxshi, Eto'dan pas. Eto, Nedved. Xaviga pas. Xavidan esa, opa. Voy, men salgina. Yaxshi Kellini yo'q, Orqaga yaxshi. Low screamer ko'ramizmi? Yo'q, ko'rolmaymiz ekan. Momentum dribling akalar. Ko'rib turibsizlar, momentum driblingdan zarba. Luis Suarez yo'q. Yaxshi o'yinimiz juda ham idealni ketyapti akalar. Shu joyga bitta obunani bosib qo'yinglar, chunki 10 ta pastlik qoldi 1400 ta bo'lishimizga. Shu 1400-chi siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun obunani bosib qo'ying. Tak, qaranglar, hozir 3 ta zarba beribmiz. Bittasi Suarez, ikkitasi gol bo'ldi. Bu albatta o'sha qorachadan kelgan biratimiz. Asujdaym. Tak, qaranglar. Endi ko'ramiz. 2-1 bo'ldi. Endi raqib hozir juda ham vabankka boradi va uni taktikasini ko'radigan bo'lsak, ikkita sisi pozitsiyasiga ega taktik sxemaga ega. Ko'rdik buni. Endi biz shularni ko'proq himoya qilishga harakat qilamiz. Shunaqa. Qaranglar hozir. Qaranglar. Bu yerda Rudgulov siras pastlashitda, keyin chichgan holatda Xavi nima qilyapsan? Yo'q, Xavi chiqara qilmayapti. Pas qaraydi. O'ziga siras yugurasan tezsan-ku, Eto'ga vobshe gap yo'q akalar. Eto'ni olishni maslahat beraman. Yesuchi ko'yinglar bo'lsa olinglar. Ko'yin solib beramiz. O'zim solib beraman akalar. Ishonchli. Mana Vieran qaranglar akalar. Kallada. Yaxshi! Ko'rasizlar, boyovoy duh bor-da baribir, boyovoy duh. Nima desa, boyovoy duh nima desa, mana shu narsa. Futbolchini uni qichiq tepishga majburlaydigan narsa o'sha boyovoy duh bo'ladi akalar. Robsondan pas, Eto'dan yugurish qo'yinglar, yo'q. Zarba beraveradi bu. Suarez bor-ku.
Suarez ham to'g'ri, anaqa. Almashtiramiz akalar. Yo'q, men nima pastga qarab qo'yganman? Shunchalik tez charchaydim-ku. Voy, 89 ekan nanosi. Buniki necha ekan? Xo'p, buniki 91, ha. Uncha charchamas ekan, shunchun aytdim nega bu. O'siraqlar ey. Xo'p, endi biz hozir bitga qo'yadigan hech kim qo'ymaymiz biz. Etoni sinayapmiz chunki. Shunaqami akalar, shunaqa. Yo'q ey. Qiyshiq deb qo'ydi-da, men aytdim, 3-1 qilib qo'ygan bo'lardik o'zi bor-ku. Davay. Kalla yaxshi. Chopdi, o'siraq. Yo'y, davay, yaxshi. Brian Robsondan pas. Ketdi akalar, tezlik, speed test. Papabinga. Robsondan pas yanapti. Ya, Robson faqat Blitzdan to'p olmaydi, lekin bor-ku. Low screamer, voy. Sal o'xshamay qoldi-da. Salgina akalar. Sal yaqinroqdan tepishimiz kerak edi. Вообще, yaxshi. Qaranglar, zo'r narsa bo'ladi. Eto'ga sirot pas beraveramizda, yo'q. Yo, fake. Yo'q, kerak emas ekan fake. Oppa, mana bundan zarba. Voy. Mana Peter Schmeichel turibdi-da, to'g'ri tushunasizlar akalar. Varata juda ham ideal turibdi. Varata вообще ideal turibdi. Yana bitta pas beramiz, qarab turinglar. E'tibor berasizlar. O'siraq, mana bu Etoni ham ja maqtab olsang, maqtagan qiz to'yda o'shanaqa deydi-yu. Shunaqa ekan. Shu joyga bitta like bosib qo'yinglar, chunki 2-1 ga ketyapti. Shunaqa. Qarasizmi? Shoshildik. Bu yerda shoshilib qo'ydik. Voy, o'siraq. Tepaga. Voy, ana unga o'xshamas ekan. Kontratakaga o'rgan qopman-da akalar. Voy, mana shu Nedvedni ham alohida uni o'tib ketish kerak. Bunaqa paslar beradi. Yaxshi kelini. Kalada yaxshi. O'ziga qaytar. Yo'q, sal urgulmayapmiz o'sha. Xonesdan zarba yaxshi. Bitta Schmeichel boshib shu oldim akalar. Charchadi akalar Eto charchadi. Mana buni pas deydilar. Eto'ga bitta berib olsak o'zi gol bo'ladi. Ana. Hat-trick is Eto, bro. Nima deyapsizlar bu Etoni? Ko'ribsizlarmi sizlar ham? Ko'rasizlar albatta donat qilsanglar akalar. Uchun ana Telegramga yozinglar, donat qilib beraman. Qaranglar. Oppa, yaxshi. O'yinimiz 3-1 hisobida yakunlandi va bu yerda Eto'ning shon sharaflariga qurilgan o'yin bo'ldi bu yerda. Ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi o'yin bo'ldi va videoga shu yerda like bosib qo'yinglar akalar. Raqibga esa ertaga endi sinfdoshlari bilan kelib endi meni yutadi akalar. Shunaqa. Shu joyga bitta shaqacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib qo'yinglar, albatta obuna bo'lishni ham unutmanglar. Sizlar bilan har doimgi o'sha F-Sport kanali bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin.